dostlar bilan sirlashishga taklif qilaman. Qani, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli ata-analar, sözümüzni sizlərə rəhmət etiş bilan başlayırıq. Çünki sizlər bizning dunyoga kelishimizga sabab bo'ldinglar. Bizning tug'ilganligimizni tabrikladinglar. Sizlar bizga yemay yegirdinglar, ichmay ichirdinglar va kiydirdinglar. Bizning tan sog'lomligimizni istab uyqusiz qoldinglar. Bularning qarshisida bizlar uchun parlaq kelgusini va sizlarga go'zal javoblarni qaytarishimizni orzu qildinglar. Lekin men sizlarning bizga to'lagan badallaringlarning qarshisida talab qilgan ishlaringlarning ko'p bo'lib ketishidan ansirayman. Men bu go'zal faoliyat munosabati bilan shuni aytamanki, islom dini tan bilan ruhning haq-huquqlarini barobar bergan dindir. Ey ota-onalar, sizlar bizning moddiy taraflarimizni ko'ngil bilgandek, ruhiy tarafimizga ham ko'ngil bilinglar. Sizlarning Allohning nidosiga ovoz qo'shishinglarni umid qilamiz. Alloh kitobi Qur'onda: "Ey müminler, özanlarni ve ehli balı çakanlarning dozaqdan saqlanglar" deydi. Biz sizlarning ahlinglar. Biz dozaqdan saqlanishga muhtoj. Sizlar bizning mas'ul emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mundaq deydi: "Hammanglar padichi, har bir padichi o'zining padisidan mas'ul." Demak, sizlar o'z farzandlaringlardan mas'ul. Shundaqla barliq Sharqiy Turkiston farzandlaridan mas'ulsizlar. Ey ota-onalar, to'g'ri, sizlar haqiqatan bizning moddiy taraflarimizga ko'p mas'ul bo'ldinglar. Lekin ko'p qisminglar bizning ruhiy tarafimizdan g'ofil qoldinglar. Natijada biz sizlarni g'alita faoliyatlarimiz, qiliqlarimiz bilan ko'p charchatdik. Balkim bir qisminglar bugungi kunlarda farzandlik bo'lishni yoqtirmaydigan bo'lib qolgan bo'lishinglar mumkin. Sabab nima? Qur'oni Karimda mal dünya, bala çaqa, dünya hayatının zinneti demedimi? Bazılarımız ata-anamız için bala qaza bulup qaldık. Dünyanın her xil joylaridagi har xil fikr ta'siriga uchragan ba'zi ata-onalar balalarni bala qaza deb o'ylasa kerak. Bizni mehr muhabbatsiz tashlab qo'ydinglar. Bizdan birdan bo'lsa-mu uzoqlashishni xohladinglar. Ey ata-onalar, sizlar bizni deb ko'p pul topamiz deb jafo tortmanglar. Egiz binolarni, hashamatli saroylarni solamiz deb avara bo'lmanglar. Biz sizlardan nima talab qilamiz? Men shu go'zal faoliyat munosabati bilan shuni aytamanki, ta'lim tarbiyada bolalarcha ko'z bilan qarashinglarni, bolalar bilan bolalarcha qalb bilan birga bo'lishinglarni, islom dinimizni bizga so'ydirib turib o'qishinglarni talab qilamiz. Başqalardan ilishni emas, balkim berishni o'rgatishinglarni talab qilamiz. Haq nima deb qolar, haq sana hayron qoldi degan so'zlar bilan emas, Alloh rozi bo'ldi degan ixlos tarbiyasi berishinglarni talab qilamiz. Topshiriq, maktab, mas'uliyat, qoida nizomlar tufayli mehr muhabbat azlab o'zimizni qadrsiz his qilgan bo'lib qoldik. Balalarcha hayajon bilan uyquga safar qilishning o'rniga cho'nglardan bizdan kutganlarini bajo keltirish uchun g'am qayg'ular chirmib olgan holda uxlayotimiz. Balalarcha ummoqligimiz g'oyib bo'lib, cho'nglarning bismi bilan g'alita faoliyatlarimiz bilan sizlarni bezor qilyapmiz. Oxirida talab qilganimiz bizning ruhiyatimizga ko'ngil bo'linglar. Balalarcha qalbga ega bo'lgan ota-onalarga salom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Iran Kanadadan kelgan zor do'stimni sizlarga naqd etib berish uchun sahnaga taklif qilsam bo'ladimi?